Mana bu yoq golf club, mana golf o'ynashyapti. Bu yoq kaminchini ichi. Bu yoq bo'lsa mana bu yoq mana o'sha xonadon. Sam kornerda joylashgan. Mana yon tarafidan bog'i bo'ladi. Bu yoq mana kirib ketaverish. Ko'rib turganingizdek, oddelkalari ham ajoyib. Bu yoqda bitta xona bo'ladi. Buni tashqaridan eshigi bor. Bu haydovchiga yoki ishchilar uchun, lekin buni bitta xona qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yoq bo'lsa kirib ketaverish. Kirib kelayotganda chap qo'lda oshxona kelyapti. Zakryte, mebelirованный. Mebellari ham ajoyib. Bu yoq qo'l qo'yadigan joy, to'g'ri. Bu yoqda shkaf qilsa bo'ladi, yoki qanaqa narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda ham bitta kichkina narsa qo'yish uchun joyimiz bor. Xo'p, bu yoq bo'lsa bizda chista hol bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yog'i ham stiklanli va to'g'ri ham stiklanli. Xo'p, o'ng qo'lda zina keladi. Prostor juda ham katta. Mana oynani yana ozgina sursa ham bo'ladi, mantiqcha chiqarib, va bog'i ham juda katta bog'i. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda basseyn qilib o'tiradigan joylar qilsa bo'ladi va yon tarafimizda yana joylar bor. Uzun ketgan. Va orqamiz ko'rganingizdek uy yo'q, bu yoqda single row hisoblanadi. Mana qo'shninikini ko'rishingiz mumkin. Park qilib tashagan. Xo'p, endi bo'lsa tepaga chiqamiz. Zinalarimiz ham chiroyli qilingan. Xonadonlari townhouse'dan ancha kattaroq bitta. Xo'p, o'ng qo'lga boradigan bo'lsak, mana shunday bitta spalni, hammom, tualetlari bilan. Bu yoq bo'lsa mana master bedroom. Vanna bitta. Shkaflar garderobni. Xo'p, bitta bo'lsa 3-chi bedroomimiz. Hammom, tualetlari bilan. Bu yoq bo'lsa imtihon qilsa ham bo'ladi yoki bu yerga divan, kreslo qo'yib, bu yerda televizor qilib, bu yerda ham zal qilsa bo'ladi.